hayot parchalari, tafakkur yozmalari, san'atchilik, chin ijodiyatlar parchalar salonida. Nafas havoga aylanganda. Beg'ishlama. Söyümlik okurman. Siz o'qish oldida turgan doktor Pavel Kalaniti qalamidagi Nafas havoga aylanganda nomli kitobning uyg'urcha tarjimasiga beg'ishlama yezish sharpiga noil bo'lganimdan cheksiz iftixorlik ilkida bu kitob va tarjimasi haqida qisqacha to'xtalmoqdaman. Dunyoga mashhur Amerika Stanford ashuvasining yosh nervi tashqi kasalliklar doktori Pavelning o'lib ketishi oldida yozgan bu kitobi o'lim va hayotning qimmati haqidagi tugmas savollarga qoyil qilarlik javob beradi. Shundoq, u bizdan vaqtsiz ayrildi. U o'lib ketganda texi 37 yoshda edi. Bir tiniq bilan aloqamiz uzildigan bu dunyolikning qizg'angudek nimasi bordi? Acaba bu hayotning qimmati shuncha ko'p odamlar qo'g'lashayotgan pul va rohat farog'atmidi? Qachon o'lib ketadiganligimizni bilmasakmi, lekin hamon o'lib ketadiganimiz hammamizga ayon. O'lim ba'zida yosh ayrimaydi. Bugun havodan erkin nafaslanib yashagan bo'lsak, ati nafsimizning havoga aylanishi tamoman mumkin. Shundoq ekan, bugungi ilkimizda bu hayotimizni qanday qilganda haqiqiy qimmatga ega qila olamiz? Pavel bu kitobda bizga qisqa, ammo to'limi sharafli hayotini tepulg'isiz fasohatlik til va chinlik bilan hikoya qilib beradi. U bir yeziqchilikni chin yuragidan so'ydigan munavvar nervi tashqi kasalliklar doktori. U o'ziga yuksak axloqiy o'lcham, kuchli burish tuyg'usi va cheksiz insoniy so'yguni mujassamlagan bir inson bo'lib, u so'ygan kasbini bejondillik qilib voyaga yetkazadi. Pavel kitobida o'z kasbi haqida mundaq deydi. Mana biologiya, axloq, hayot va o'limning yakki zanjirlari oxiri ritmliq bir dunyoga qarash. Hatto mukammal bir ruh sistemasi bo'lib, bir yerga jipsilashgandek va bu chambarchas bog'langan munosabatdagi o'rnim muqimlashgandek tuyulishga boshladi. Yuqori besimga to'lgan kasblardagi doktorlar bemorlar bilan ularning hayoti o'zgarish bosog'isida turganda, hayotlik va kimlikka tahdidga uchrayotgan eng haqiqiy minutlarda uchrashadi. Ularning vazifasi bo'lsa, shu bemorlarning hayotining zodi nima qimmati borligini tushunish, shundaqla mumkin bo'lsa, shu qimmatli narsalarni qutqizishga urinish yoki mumkin bo'lmasa, xotirjam bir o'limning ularni ep ketishiga yo'l qo'yish edi. Bundaq cho'ng huquqliq o'z navbatida ulardan zo'r mas'uliyatchilikni talab qiladi. Ular yana saqlanғылы bo'lmaydigan gunohkorlik va ayblash tuyg'usining da'dini tortishga mahkum edi. Pavelning yuragida doktorlik kasbiga bo'lgan sevgisi qancha zo'r bo'lsa-mu, ammo uning adabiyot va yeziqchilikka bo'lgan sevgisi-mu hech qachon sustlab boqmagan. Faqat uningga eng kamchil bo'lib qolgani vaqt bo'lg'achqila, ilgari hayotida ko'p narsani yezish fursatiga erishamagan Pavel hayotining oxirgi minutlarida qalbidan urg'ib chiqqan bir o'tdak hissiyotning turtkisida ingliz tilining fasohatini chin hikoyalarga yo'g'irib, kishini cho'nqur o'yga soladigan bu yagona asarni bizga qoldirdi. Pavel bizdan ayrilgani bilan biz uning bu ta'sirli asarlarini o'qigandan keyin Pavelni mangu unutmaymiz. Hayotda kishilarning qalbida mangu yashashdan ortiq qimmat bormi? Pavel yana mundaq deydi. Nemaning to'g'ri xatoligini bekitish ustida munozara qilish, to'g'ri ishni qilishning oldida hech nimaga arzimaydi. Biz hayotining zo'r bir qismini 4 chas telefon ekranlariga qarab, kunlarini qaysi bir dangliq cho'lponlarning yegan ishkiniga havas qilish yoki ularning arzimas ishlarini axloqiy jihatdan baholashni huddiga olgan yangi bir avlod borliq kelayotgan bir davrda yashayapmiz. Pavelning hayoti bizga asli nimaning muhimligi, hayotimizdagi har bir kunning naqadar qimmatli ekanligi va bizga berilgan shu qimmatli vaqtlarni nimaga sarf qilsak, haqiqiy ma'nilik bir hayotni yashay oladiganligimizni to'ntib qo'yadi. Balkim siz Pavel qandoqsiga bu qadar yetishgan bir talant egasi bo'la olgan deganlarni o'ylayotgansiz. Pavelning zodi qanchalik bir qaltis hayotni yashaganligini tushunish uchun uning o'qish hayoti va tarbiyalanish musobaqasi haqida qisqacha to'xtalishimga to'g'ri keladi. Pavel kichikidilla kitob o'qishga to'limi yerisman bir bola edi.
u ajoyib zo'r tirishchanlik bilan dunyodagi 5 danglik oliy maktabning biri bo'lgan Stanford dashasining ingliz tili adabiyoti va inson biologiyasi kasbiga o'tib, a'lo natija bilan to'liq kursni tamomlaydi. Ondan adabiy yiziqchilikqa bo'lgan qiziqishi tufayli u Stanford dashasining ingliz adabiyoti kasbida magistrlikni tamomlaydi. Shu kunlarda u o'zi so'ygan adabiyot kasbida Stanfordda doktorlikda o'qish fursati bor bo'lsa-mu, ammo u o'zining yana bir qiziqishi bo'lgan meditsinani tushunib beqish istikida Angliyaga berib, Cambridge dashasining tabiiy fan va meditsina falsafasi kasbida magistrlikda o'qiydi. U oxiri meditsinaga qattiq qiziqadiganligini bayqaydi va Amerikaga qaytib, o'tish eng tez bo'lgan meditsina fakultetlarining biri bo'lgan Yale dashasi meditsina fakultetiga imtihon berib qabul qilindi. Dastlab u ruhiy kasalliklar doktori bo'lishni o'ylashgan bo'lsa-mu, ammo u nervi tashqi kasalliklar ilmining go'zalligiga qattiq maftun bo'lib qolib, oxiri yana Stanfordga praktikant doktor bo'lib qaytib bordi. Bu jarayonda u nervi tashqi kasalliklar ilmida tarbiyalandi va nervologiya ilmida doktor ashliqni tamomlaydi. U bu vaqtda mazkur kitobida mundoq deb yozadi: Meditsina ilmi shuning uchun muqaddas va mumkinsiz ediki, siz boshqalarning azoblarini zimmangizga ilishingiz va bu azobning ig'irligidan yer bilan yakson bo'lishdek ig'ir yukni ko'tarishingizga to'g'ri keladi. Nervi tashqi kasalliklar ilmining jini bo'lsa, hammada mukammallikni qo'g'lishish va bu ilmning o'zida ilg'orligini saqlashning yetarli emasligida ifodalanadi. Bu sohani olg'a siljitish uchun nervi kasallar tashqi doktori cho'qim to'xtamay o'zini mukammallashtirishi va boshqa sohalarda kamolatga yetishiga to'g'ri keladi. Shunda qilib, Pavel dunyodagi 5 danglik oliy maktabning 3ida iz qoldirib qolmay, yana nurg'un katta mukofotlarga erishdi. O'qirmanlarga ancha tanishlik bo'lmagani balkim Amerikaning meditsina ma'rif sistemasi bo'lishi mumkin. Amerikada meditsina kasbida faqat doktorlik unvoni tasdiqlangan bo'lib, to'liq o'tirdan bevosita meditsina kasbiga o'rlab o'qish mumkin bo'lmaydi. Cho'qim to'liq kursini tayyorlik meditsina, biologiya, ximiya va ingliz adabiyoti qatorliq kasblarda eng a'lo natija bilan tamomlash shart. Ondan dunyodagi eng tez imtihonlarning biri bo'lgan Amerika meditsina imtihonidan layoqatli o'tganda meditsina kasbida o'qishga iltimos qilish salohiyatiga erishadi. Shunga Amerikada meditsina kasbiga o'qishga kirish oyga chiqishdan tez deydigan gap bor. To'liq kursda 4 yil, meditsina kasbida 5 yil o'qib bo'lgandan keyin nervi tashqi kasalliklar ilmi bo'yicha tarbiyalanmoqchi bo'lganlar 7 yil praktikant doktor bo'lib ishlaydi. Demak, to'liq o'tirni puturib, kamida 16 yillik tarbiyalanishdan keyin ondan Amerikada nervi tashqi kasalliklar doktori bo'lg'ili bo'ladi. Pavel Stanforddagi praktikant doktor bo'lib ishlagan yillarda Stanford neurologiya fakultetida doktor ashliq tadqiqot bilan shug'ullandi va uning tadqiqotlari Amerika nervi tashqi kasalliklar ilmiy jamiyatining eng yuqori mukofotiga erishdi. Uningdek zo'r natijalarni qo'lga keltirish hamma kishining qo'lidan keladigan ish emas. Ammo uning bizni eng qoyil qiladigan yeri, uning ko'zni qamashtiradigan natijalardan bakrak, uning o'limga yuzinishdagi batirligi, ruhning azobi va o'lim oldida qat'iy tez pushmay, oz qolgan hayotining oxirgi har bir kunlarini eng ma'nili ishlar bilan o'tkazishidir. U o'pka rakining oxirgi bosqichlarida kasal bilan kurash qilayotganida haqiqiy tuyg'ularini omma bilan o'rtoqlashib, ham doktorlik, ham bemorlik salohiyatida saxtlikdan xoli real bir kishi sifatida o'tirga chiqib, sansizlagan ruh bemorlarga zo'r kuch bag'ishlaydi va ularning qizg'in olqishiga erishadi. U bizga hayotni qadrlash, hayotni qanday qilib qimmatga ega qilish haqida unutilmas bir obida tiklab berdi. Va bu hikoyalar bitilgan siz o'qish oldida turgan mazkur kitobi orqali millionlagan kishining yurak tarisini chekdi. Shundaq deb kesib aytalaymanki, bu kitob men hozirgacha o'qigan tili eng go'zal, kishiga bilim va axloq haqida eng zo'r naf yetkazadigan, hayotni qizg'in so'yish, o'limga botirlarcha yuzlanish va qandoq qilib o'lib ketadigan bu jonni boshqalarga beg'ishlash orqali haqiqiy qimmatga ega qilib yashashni o'rgatadigan, meni ta'sirlantirib, yig'iltibli qolmay, natijada kuldirgan bebaho bir kitobdir. Hozirgidek bir xatarlik viruslik yuqumli kasal hammamizning hayotiga tahdid kelayotgan va bizni o'lim haqida o'ylantirayotgan mushundoq alohida mazgilda men Belgiyajan tarjima gruppasidagi talantliq va o't yurak fidoyi tarjimonlarni tashkillab, bu kitobni kechini kunduzga ulab, eng tez vaqtda tarjima qilib va tahrirlikni puturib, sizlarga haqsiz sinolganimizdan cheksiz faxrlanish hissiyatiga cho'milmoqdaman. Pavelning bizga qoldirgan savoqlari menga va gruppamizdagi har bir fidoyi tarjimonga hayotimizni qimmatga ega qilish uchun nima qilishimiz kerakligini tanitib qo'ydi.
Biz minnatsiz va mehnatlik ajrimizning mas'uli bo'lgan bu kitobning uyg'urcha tarjimasining mukammallikdan to'liq yiroqligini bilamiz va asarning ingliz tilidagi asl nusxasidagi fasohatini haqdodiga yetkazib tarjima qilishdagi naqsligimiz uchun o'kinamiz. Shundaqdimi mazmun jihati asarning haqiqiy tilidagi mazmuniga eng zo'r sodiqlikni saqlab qilishga zo'r kuch chiqardik va qimmatli vaqtimizni mushu bebaho asarning tarjimasiga sarf qilganligimizdan cheksiz faxrlanamiz. Men mushu fursatda mazkur kitobning tarjimasiga qatnashgan Belgiyajon fidoyi tarjimonlar guruhisidagi barliq mehnatkash yoshlarning tirishchanligiga opirin aytaman va ularga minnatdorligimni bildiraman. Bo'libmi tarjima xizmatidan ishinib, bu kitobning tahrirligini men bilan birga ustiga olgan Abdurahimga alohida rahmatimni bildiraman. Ishonamanki, bu zo'r emgak guruhimizdagi har bir tarjimonning hayotida qilgan eng ahamiyatli ishlarining biri bo'lib qolgusi. Oxirida o'qirmanlarning parchalar salonida bo'laklarga bo'linib tarqitish oldida turgan bu esil kitobdan zo'r nafga erishishni umid qilaman. Va tarjimada saqlangan savalliklarimizni a'fo qilishini tovanchilik bilan so'rayman. Ko'pchilikdan o'tindig'inim, haqsiz emgikimizning haqqi hurmati uchun mazkur asarni taratqularda boshqalarga tavsiyalab qo'ysanglar va ko'chirib tarqatganlarga cho'qim parchalar salonining ruxsatini elib, parchalar salondan ko'chirib tarqatsanglar. O'lim yetib kelishdan burun har birimizning hayotidagi har bir kun ma'nilik ishlar uchun sarf qilinsin degan orzudaman. Va sizlarni Pavelning bu bebaho asardan huzurlanishga taklif qilaman. Oliy ehtirom bilan Doktor Tursunjon Bilge.